Bekobodda 1600 so'mga Texno City'dan nima olsa bo'ladi? Kunlik 1650 so'm to'lov bilan ushbu ko'rib turgan bir kishilik divaninglarni sotib olsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, qolgan aksiyalar bilan birma-bir tanishtirib chiqaman. Kunlik 5600 so'm to'lov bilan ushbu ko'rib turgan 10 kishilik yumshoq mebellarni xarid qilsanglar bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan 2 kuch gilaminglar oylik to'lovi bor yo'g'i 19 ming so'm. Texno City'da nafaqat maishiy texnika, balki uyingizga kerak bo'lgan barcha jihozlarni topsanglar bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan 3x4 SAG Rich gilami oylik to'lovi atiga 59 ming so'mdan. Ushbu ko'rib turgan barcha mahsulotlarimizni bir dona pasport yoki pensiya guvohnomasi bilan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Bu aksiyalarimiz 21-dekabrdan 24-dekabrgacha Texno City do'konlarida bo'lib o'tadi. Texno City'ning 5 ta filiali bor: Bekobodda, Samarqand, Urgutda, Yangiyo'lda, Chirchiqda va Gulistonda.